Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq gaplashaman. Mobil operatorlarning hammaga ko'rinmaydigan, reklamada chiqmaydigan, ilovada birinchi qatorda turmaydigan tariflari haqida. Ko'pchilik har oy internetga, qo'ng'iroqqa, SMSga ortiqcha pul to'layapti, lekin o'ziga mos arzonroq tarif borligini bilmaydi. Bu ma'lumot hammaga tegishli. Talaba bo'lsangiz ham, tadbirkor bo'lsangiz ham, ota-onangiz uchun raqam to'layotgan bo'lsangiz ham, bolangizga internet ulab bergan bo'lsangiz ham, men bugun sizga yashirin tarif deganda nimani tushunish kerak, ular qayerdan paydo bo'ladi, kimlar ulanishga ulgurishi kerak, kimlarga esa shoshilish kerak emas, qanday xatolar bor va operator bilan gaplashganda aynan nima deyish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joy amaliy qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi, kech tushuniladi va odamlar ortiqcha pul to'lab yuraveradi. Avval mobil tariflar ancha sodda edi. Masalan, bitta tarifda kunlik abonent to'lovi bo'lardi. Ichida bu daqiqa biroz SMS, ozgina internet. Kim ko'p gaplashsa alohida daqiqa olardi. Kim internet ishlatsa alohida megabayt olardi. Odamlar ham telefonni asosan qo'ng'iroq uchun ishlatardi. Keyin hammasi o'zgardi. Hozir telefon bu faqat aloqa vositasi emas. Telefon orqali bank ilovasi ishlaydi. Taksi chaqiramiz, video ko'ramiz, bolalar dars qiladi, onlayn to'lov qilamiz, Telegramda ish yuritamiz, Instagram va YouTube ko'ramiz. Shu bilan birga operatorlar ham tariflarni murakkablashtirdi. Endi tarif ichida internet bor, lekin ayrim ilovalarga alohida trafik bo'lishi mumkin. Cheksiz deyiladi, lekin ma'lum limitdan keyin tezlik pasayadi. Arzon deyiladi, lekin faqat yangi abonentlar uchun. Aksiya deyiladi, lekin bir oy o'tib narx o'zgaradi. Oylik to'lov deyiladi, lekin hisobingizda pul yetmasa kunlik yechib ketishi yoki xizmat boloqlanishi mumkin. Eng muhimi, ba'zi tariflar rasmiy saytda ko'rinmasligi, ilovada faqat ayrim mijozlarga chiqishi, aloqa salonida so'ragan odamga aytilishi yoki faqat ushlab qolish bo'limi orqali taklif qilinishi mumkin. Men yashirin tarif deganda mutlaqo noqonuniy narsa yoki sirli kodni nazarda tutmayapman. Odatda bunday tariflar bir necha turga bo'linadi. Birinchisi arxiv tariflar, ya'ni ilgari bo'lgan, hozir ommaviy ulanish yopilgan. Lekin ayrim shartlar bilan qayta ulash yoki eski abonentda saqlab qolish mumkin bo'lgan tariflar. Ikkinchisi retention, ya'ni mijozni ushlab qolish tariflari. Masalan, siz boshqa operatorga o'tmoqchi bo'lsangiz, hozirgi operator sizga yaxshiroq shart taklif qilishi mumkin. Uchinchisi korporativ yoki guruh tariflari. Bular tashkilotlar, firmalar, o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, talaba guruhlari yoki hamkor kompaniyalar uchun bo'lishi mumkin. To'rtinchisi mintaqaviy tariflar. Ayrim hududlarda raqobat kuchli bo'lsa, operator o'sha viloyat yoki tuman uchun alohida shart chiqaradi. Beshinchisi ilova ichida individual takliflar. Sizning foydalanish odatingizga qarab sizga faqat siz uchun degan paket chiqishi mumkin. Endi eng muhim savol, buni kim bilishi kerak? Men birinchi navbatda har oy mobil aloqa uchun 20 ming, 20 ming, 20 ming, 20 ming so'm yoki undan ham ko'p to'layotgan odamlar xavotir olishi kerak deb hisoblayman. Chunki aynan shunday foydalanuvchilar ko'pincha o'ziga kerak bo'lmagan xizmatlar uchun pul to'laydi. Misol uchun, siz oyiga 20 ming so'mlik tarifdasiz. Ichida 40 giga internet, 1500 daqiqa, ko'p SMS bor. Lekin ilovadan ko'rsangiz, oy oxirida 12 giga ishlatyapsiz, daqiqadan esa 200 daqiqa ham ketmayapti. Demak, siz 40 giga uchun pul to'layapsiz, amalda yarmi ham ishlatilmayapti. Agar sizga yopiq taklif sifatida 25 giga, 500 daqiqa va arzonroq abonent to'lovi berilsa, oyiga 34 ming so'm tejashingiz mumkin. Bu bir oyda mayda ko'rinadi, lekin bir yilda 36 ming so'm bo'ladi. Oylada 4 ta raqam bo'lsa, bu 21 million so'mgacha boradi. Ikkinchi guruh internetni juda ko'p ishlatadiganlar. Masalan, taksi haydovchilari, kuryerlar, SMM mutaxassislari, savdogarlar, videoni ko'p ko'radigan yoshlar. Bu odamlar ko'pincha cheksiz internet deb yozilgan tarifga ulanadi. Lekin muammo shundaki, cheksizlik har doim ham haqiqiy cheksizlik emas. Ba'zi tariflarda ma'lum hajmdan keyin tezlik 2.6 kilobit/sekund yoki Hz/gacha tushadi. Bunday tezlikda Telegramdagi matn ochilishi mumkin, lekin video ko'rish, Zoomda qatnashish, xarita yuklash juda qiyinlashadi. Agar taksi haydovchisi navigatsiya, mijoz bilan aloqa va
ilova uchun internet ishlatsa, unga oddiy cheksizdan ko'ra barqaror tezlik beradigan katta hajmli paket foydaliroq bo'lishi mumkin. Yashirin yoki individual takliflar ichida aynan shunday variantlar uchrab turadi. Masalan, 6000 gigabayt umumiy internet, tunda alohida trafik, ijtimoiy tarmoqlarga qo'shimcha limit. Buni reklamada ko'rmasligingiz mumkin. Lekin operator ilovasidagi takliflar bo'limida yoki qo'llab-quvvatlash xizmati orqali chiqishi mumkin. 3-guruh ota-onalar va katta yoshdagilar. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat, ota-onamizda eski raqam bor. Ular tarifini o'zgartirmaganiga 7 yil bo'lgan. Ular telefonni asosan qo'ng'iroq uchun ishlatadi, internetni esa faqat Telegram xabarlarini o'qish uchun yoqadi. Lekin raqamda har xil qo'shimcha xizmatlar ulangan bo'lishi mumkin. Musiqa o'rniga gudok, ob-havo xabari, pullik SMS, content, eski internet paket, kunlik xizmatlar. Har biri 500 so'mdan, 1000 so'mdan, 2000 so'mdan yetsa ham oy oxirida sezilarli summa bo'ladi. Bunday odamga zamonaviy katta tarif kerak emas. Unga sotda arzon, qo'ng'iroqqa qulay tarif yoki ijtimoiy paket kerak. Ba'zi operatorlarda bunday tariflar ham ommaviy reklamada ko'p ko'rinmaydi. Chunki operatorlar odatda yuqori abonent to'lovli tariflarni ko'proq targ'ib qiladi. 4-guruh 2 sim karta ishlatadiganlar. Masalan, sizda bir sim internet uchun, ikkinchisi qo'ng'iroq uchun. Ba'zida odam ikkala raqamda ham oylik tarif to'lab yuradi. Biri 6000, biri 7000, jami 1000 so'm. Aslida bitta asosiy raqamda katta internet paketi, ikkinchisida esa minimal kiruvchi qo'ng'iroq uchun arzon tarif yetarli bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, bir operator internetni yaxshi beradi, boshqa operator qo'ng'iroqda qulay. Agar siz bu kombinatsiyani to'g'ri tutsangiz, har oy katta pul tejaysiz. Yashirin takliflar aynan ikkinchi raqamni saqlab qolish uchun ham chiqadi. Operator raqam faol qolishi uchun arzon paket taklif qiladi. Endi kimlar shoshilmasa ham bo'ladi. Agar sizning tarifingiz allaqachon juda arzon bo'lsa, ehtiyojingizga to'liq mos bo'lsa, oy oxirida internetingiz ham, daqiqangiz ham yetib tursa, qo'shimcha yechim izlab bosh qotirish shart emas. Ayniqsa eski tarifda bo'lsangiz ehtiyot bo'ling. Chunki ba'zida eski tarifni tark etsangiz qaytib ulana olmaysiz. Masalan, sizda oyga 25000 so'mga yetarli daqiqa va internet beradigan juda eski tarif bor. Ilovada yangi chiroyli tarif chiqdi. Ichida ko'proq internet deb yozilgan. Siz o'tdingiz. Keyin bilsangiz, abonent to'lovi yuqori, internet sizga baribir ortiqcha eski tarifga qaytish yo'q. Shuning uchun men har doim aytaman, tarif almashtirishdan oldin kamida oxirgi 3 oylik sarfingizni tekshiring. Keling, aniq hayotiy misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, talaba, uning oylik budjeti cheklangan. U asosan Telegram, YouTube, ta'lim platformalari bank ilovasi ishlatadi. Qo'ng'iroq kam. U 9000 so'mlik tarifga ulangan, chunki salon xodimi eng ommabop degan. Aslida talabaning oyiga 20-25 yigit interneti ketadi. Daqiqasi GB 7000 dan oshmaydi. Agar u ilovadagi individual paketlarni tekshirsa yoki operatorga mening sarfimga mos arzonroq tarif bormi? Talabalar uchun yoki faqat internetga yo'naltirilgan taklif bormi deb yozsa. Ejimda 6000 so'mlik variant topishi mumkin. Farq oyiga 3000, bir semestrda 1 bir yilda 36000. Ikkinchi misol, kichik biznes egasi. Do'kon egasida 5 ta raqam bor. O'zi, sotuvchi, yetkazib beruvchi. Kassadagi telefon, reklama uchun raqam. Har biri alohida tarifda. Jami oyiga 5000 so'm ketmoqda. Bunday holatda korporativ yoki oilaviy guruh tariflari foydali bo'lishi mumkin. Bir hisobdan boshqariladi. Ichki qo'ng'iroqlar arzon yoki bepul umumiy internet paketi beriladi. Operatorlar buni har doim ommaga reklama qilmaydi. Chunki bunday tariflar ko'pincha ariza, shartnoma yoki ma'lum raqamlar soni bilan beriladi. Lekin siz so'ramasangiz, hech kim kelib aka, sizga arzonroq korporativ tarif bor demasligi mumkin. Uchinchi misol, qishloqda yashaydigan foydalanuvchi. Unga 100 giga internet va cheksiz video kerak emas. Chunki uyida Wi-Fi bor. Mobil internet faqat tashqariga chiqqanda kerak. Lekin qo'ng'iroq ko'p, qarindoshlar, ish, fermer xo'jaligi, bozor. U internetga boy tarifga ulanib, qo'ng'iroq uchun alohida daqiqa sotib oladi. Natijada 2 marta to'laydi. Bunday odam uchun daqiqasi ko'p, interneti o'rtacha, abonent to'lovi pastroq tarif kerak. Ba'zan bunday tarif eski, hududiy yoki maxsus taklif sifatida mavjud bo'ladi. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar va tuzoqlar haqida gaplashaman. Birinchi tuzoq,
Faqat birinchi oy arzon. Reklamada yoki ilovada juda chiroyli narx ko'rinadi. Masalan, birinchi oy 39 ming so'm. Keyingi oylardan 79 ming so'm. Odamlar esa faqat birinchi raqamni ko'radi. Ulanadi, bir oy xursand bo'ladi. Keyin hisobdan ko'proq pul yechilganini ko'rib hayron qoladi. Shuning uchun har doim aksiya muddati qancha? Keyin narx qancha bo'ladi? Avtomatik uzayadimi degan savolni bering. Ikkinchi tuzoq cheksiz so'zining mayda shartlari. Cheksiz messenjerlar deyilgan bo'lsa, bu faqat matn va rasmga ishlashi mumkin. Video qo'ng'iroq yoki fayl yuklash umumiy trafikdan ketishi mumkin. Cheksiz YouTube deyilgan bo'lsa, sifat cheklanishi mumkin. Cheksiz internet deyilgan bo'lsa, ma'lum hajmdan keyin tezlik pasayishi mumkin. Men har doim foydalanuvchilarga aytaman, cheksiz so'zini ko'rsangiz, quvonishdan oldin shartlarini o'qing. Ayniqsa tezlik, fair use, limitdan keyin faqat tarmoq ichida, faqat 4G hududda kabi jumlalarni tekshiring. Uchinchi tuzoq tarif almashganda qolgan paket kuyishi. Masalan, sizda 15 GB internet qolgan, oy tugashiga 10 kun bor. Siz yangi tarifga o'tdingiz. Ayrim holatda eski paketlar bekor bo'lishi mumkin. Natijada hali ishlatmagan internetingiz yo'qoladi. Shu sabab men tarifni odatda abonent davri tugashiga yaqin, lekin pul yechilishidan oldin almashtirishni maslahat beraman. Masalan, tarifingiz har oyning 20 kunida yangilansa, oyning 219 kunlari tekshirib qaror qiling. Lekin aniq sana va qoidani albatta operator ilovasidan tekshiring, chunki har operatorda tartib boshqacha. 4-tuzoq raqam ko'chirishdan oldingi takliflar. Ko'pchilik bilmaydi. Siz boshqa operatorga o'tish haqida so'rasangiz yoki raqamni ko'chirish jarayonini boshlasangiz, hozirgi operator sizga yaxshiroq taklif berishi mumkin. Lekin bu ham har doim kafolat emas. Siz men ketaman deb qo'rqitsangiz, albatta maxsus tarif beradi degani emas. Ba'zan taklif bo'lmaydi, ba'zan faqat ma'lum mijozlarga chiqadi, ba'zan bir necha kun amal qiladi. Bu yerda eng to'g'ri yondashuv hissiyot bilan emas, hisob-kitob bilan harakat qilish. Agar boshqa operator sizga haqiqatan qulayroq bo'lsa, o'tish mumkin. Agar hozirgi operator sharoitni yaxshilasa, qolish mumkin. 5-nozik jihat tarmoq sifati. Arzon tarif har doim yaxshi degani emas. Masalan, siz ishlaydigan joyda bir operatorning interneti zo'r, boshqasida signal past. Arzon deb o'tib olsangiz, keyin video yuklanmaydi, bank ilovasi ochilmaydi, qo'ng'iroq uziladi. Ayniqsa ish telefoni bo'lsa, bu pul tejash emas, zarar. Shuning uchun men tarif tanlashda faqat narxga qaramayman. Men 3 ta narsani birga tekshiraman. Narx, hajm, tarmoq sifati. Uyda, ishda, yo'lda, ko'p boradigan joylarda signal qandayligini bilish juda muhim. 6-jihat. Yashirin tarif nomi bilan firibgarlik. Internetda maxfiy kod, operator bilmaydigan tarif, 1000 so'mga cheksiz internet degan e'lonlar uchrashi mumkin. Kimdir sizdan pul so'raydi. Sim karta ma'lumotini so'raydi. SMS kodni aytishingizni talab qiladi. Bunday narsalarga ishonmang. Haqiqiy tarif yoki paket faqat operatorning rasmiy ilovasi, rasmiy sayti, aloqa saloni. JAL markazi yoki tasdiqlangan USSD so'rovlar orqali ulanadi. SMS kodni begona odamga aytish hisobingizni, raqamingizni, hatto bank ilovalaringiz xavfsizligini xavf ostiga qo'yishi mumkin. 7-jihat. Korporativ tariflardan chiqish. Tashkilot orqali ulangan tarif arzon bo'lishi mumkin, lekin raqam kimning nomida? Agar raqam korxona nomida bo'lsa, keyin ishdan ketganda raqamni o'zingizga o'tkazish qiyin bo'lishi mumkin. Raqam sizning banklaringizga, telegramingizga, ish aloqalaringizga bog'langan bo'lsa, bu katta muammo. Shuning uchun korporativ tarifga kirishda hujjatlarni tekshiring. Raqam kimning nomida chiqish sharti qanday? Qarzdorlik bo'lsa kim javob beradi? Tarif o'zgarsa sizga xabar keladimi? Endi siz hoziroq nima qilishingiz kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik sarfingizni tekshiring. Operator ilovasiga kiring. Internet qancha ishlatgansiz? Daqiqa qancha ketgan? Siz kerak bo'lganmi? Qo'shimcha xizmatlarga pul yechilganmi? Hammasini ko'ring. Agar ilovada batafsil ko'rinmasa, JAL markazdan yoki shaxsiy kabinetdan detalizatsiya so'rang. Men maslahat beraman. Alohida qog'ozga yoki telefondagi eslatmaga yozing. Masalan, yanvar 24 GB, 1 daqiqa, fevral 19 GB, 2 daqiqa, mart 2 daqiqa. Shunda sizga 100 GB tarif emas. 30 GB atrofidagi tarif kerakligini aniq ko'rasiz. Ikkinchi qadam, barcha pullik xizmatlarni tekshiring. Ilovada xizmatlar, obunalar, kontent, qo'shimcha xizmatlar bo'limlarini oching. Siz tanimaydigan xizmat bo'lsa, darhol o'chiring. Ayniqsa gudok, yangiliklar
ob-havo, ko'ngilochar SMS, pullik kontent xizmatlari ko'p uchraydi. Agar o'zingiz o'chira olmasangiz, operatorga yozing. Mening raqamimda ulangan barcha pullik qo'shimcha xizmatlar ro'yxatini yuboring va men foydalanmaydigan xizmatlarni o'chirish tartibini tushuntiring. Bu oddiy qadamning o'zi ba'zan oyga 12 ming so'm tejaydi. 3-qadam, operatorga to'g'ri savol bering. Ko'pchilik arzon tarif bormi deb so'raydi. Bunga xodim umumiy javob beradi. Siz aniq yozing yoki ayting. Men oxirgi 3 oyda o'rtacha 25 gigat internet va 200 daqiqa ishlatganman. Hozirgi tarifim uchun oyga 90 ming so'm to'layapman. Menga shunga mos abonent to'lov pastroq bo'lgan tarif, arxiv tarif, individual taklif, retention taklif yoki aksiya mavjudmi? Mana shunday savol berganingizda siz umumiy reklama tariflaridan tashqaridagi variantlarni ham so'ragan bo'lasiz. 4-qadam, ilovadagi individual takliflarni tekshiring. Ko'pincha ular men uchun maxsus takliflar. Aksiya, paketlar, bonuslar degan bo'limlarda bo'ladi. Lekin shartlarni o'qimay ulanib ketmang. Narx qancha, muddat qancha, avtomatik uzayadimi? Limit tugasa nima bo'ladi? Tarif almashtirilsa paket qoladimi? Bularni tekshiring. Agar shubha bo'lsa, skrinshot qiling va qo'llab-quvvatlashga yozing. 5-qadam, boshqa operatorlar bilan solishtiring. Faqat o'z operatoringizga yopishib olmang. Hududingizda qaysi operator yaxshi ishlashini bilish uchun tanishlardan so'rang. Uyda va ishda sinab ko'ring. Ba'zan arzonroq tarif boshqa operatorda bo'ladi, lekin signal yomon bo'lsa, sizga foyda bermaydi. Ba'zan esa aksincha, boshqa operator ham arzon, ham tezroq bo'ladi. Raqamni saqlab qolgan holda operator almashtirish imkoniyati mavjud bo'lsa, shartlarini o'rganing. Lekin ko'chirishdan oldin bankingiz, Telegram, davlat xizmatlari, ish akkauntlari raqamga bog'langanini hisobga oling. 6-qadam, aloqa saloniga borsangiz hujjatlaringiz tayyor bo'lsin. Pasport yoki ID karta, raqam egasi o'zingiz ekanini tasdiqlovchi ma'lumot. Agar korporativ raqam bo'lsa, tashkilot hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, tarif o'zgartirishda muammo chiqadi. Shuning uchun imkon bo'lsa, raqamni o'z nomingizga rasmiylashtiring. Bu nafaqat tarif uchun, balki xavfsizlik uchun ham muhim. 7-qadam, operatorga yozma murojaat qiling. Telefon orqali gaplashganda aytilgan narsa esdan chiqishi mumkin. Chat, ilova yoki rasmiy murojaat orqali yozsangiz, javob saqlanadi. Matn shunday bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Mening raqamimda amaldagi tarif va barcha qo'shimcha pullik xizmatlar bo'yicha ma'lumot bering. Oxirgi 3 oyda o'rtacha internet sarfim 25 gigat. Qo'ng'iroq sarfim 200 daqiqa. Shu ehtiyojimga mos arzonroq tariflar, arxiv yoki individual takliflar, mijozni saqlab qolish bo'yicha maxsus takliflar mavjud bo'lsa, shartlari bilan yuboring. Tarif almashtirilganda qolgan paketlar kuyadimi? Abonent to'lovi qachon yechiladi? Aksiya muddati qancha ekanini ham ko'rsating. Mana shu matn juda amaliy ishlaydi, chunki siz barcha muhim savollarni birdaniga berdingiz. 8-qadam, oilaviy audit qiling. Faqat o'zingizning raqamingizni emas, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz raqamlarini ham tekshiring. Ko'pincha eng katta tejamkorlik oilada chiqadi. Bir odam 20 ming tejaydi, ikkinchisi 30 ming, uchinchisi 20 ming. Jami oyga 65 ming. Bir yilda 7-6 ming so'm. Bu pulni shunchaki operator hisobida qoldirgandan ko'ra, uy interneti, ta'lim, kitob, yo'qilg'i yoki boshqa foydali narsaga ishlatgan yaxshiroq. 9-qadam, tarifni o'zgartirgandan keyin birinchi oy kuzating. Ko'pchilik ulanadi va unutadi. Men esa har doim bir oy nazorat qilishni maslahat beraman. Internet yetdimi? Tezlik pasaydimi? Qo'ng'iroq daqiqalari tugadimi? Qo'shimcha pul yechildimi? Balans qanday kamaydi? Hammasini tekshiring. Agar tarif mos kelmasa, keyingi oy yana tuzatish mumkin. Tarif tanlash bir martalik ish emas. Bu sizning foydalanish odatingiz o'zgarganda qayta ko'rib chiqiladigan masala. Bugungi gapning asosiy ma'nosi shuki, operatorlar har doim ham eng foydali tarifni sizga birinchi bo'lib ko'rsatmaydi. Bu ularning biznesi, ular ko'proq daromad qilishga harakat qiladi. Siz esa iste'molchi sifatida o'z sarfingizni bilishingiz, shartlarni o'qishingiz, aniq savol berishingiz va ortiqcha xizmatlarni o'chirishingiz kerak. Yashirin tarif deganda ko'pincha arxiv, individual, korporativ, hududiy yoki mijozni saqlab qolish takliflari tushuniladi. Ular bor bo'lishi mumkin. Lekin hamma uchun bir xil va doimiy kafolat emas. Shuning uchun eng kuchli qurol bu hisob-kitob va to'g'ri murojaat.
Hozir videoni yopmasdan oldin o'z operatoringiz ilovasiga kiring va tarifingizni tekshirib ko'ring. Keyin kommentariyada yozing. Qaysi operator, oyiga qancha to'laysiz? İnternetingiz yetadimi yoki ortib qoladimi? Balki sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misol bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki kimdir bu ma'lumotni ko'rib, har oy ortiqcha to'layotgan pulini tejab qolishi mumkin.